Lasciatemi cantare solo italiano. Reverend Show uchun Italiyadan maxsus mehmonlar keldi. Tayyormisizlar? Hozir ko'rsanglar ichinglardagi quvonchinglar sig'may ketadi. Men bu qahramonni uzoq kutgan edim va kelishini bilgandim. Pitstop tayyormisan? Gvido! Oh, muchachos, vamos, gap bo'lishi mumkin emas. Jizzaxlik akalarimizni birinchilardan Reverend Show oilasi uchun aynan videoni tanlashni qaranglar. Shunaqa birga bir chiqqan mamlarigacha. Ular mehnat zo'r bo'lgan aka. Rahmat kattakon e'tibor uchun. Beruni aka, nimaga aynan shu video aka? Bu aynan video tanlashimizga sabab Chaqmoq Makvenni qaytishini bittaman emas, butun Reverend Show oilasi kutyapti. Makven qaytishi uchun shu Gvido qahramonimizni Jizzaxdan sizlarga yordam uchun keldi. Voy, gap yo'q. Akam sal hayajondalar, endi o'shaning uchun e'tibor bermaysizda. Tasavvur qiling, shu Reverend Showda qatnashib 1-noyabrda jonli efirda 100 ta ishtirokchiga kirdingizda, ularni orasidan 500 million yutib ketyapsiz. Qanaqa nima qilardingiz? Endi biznes ichida yurgan bolalar, Xudo xolasa, bizneslarimizni yanada kengaytiramiz. Ya gap yo'q. Omad tilayman bizneslarga ham. Menimcha buni ustida ko'p kishi mehnat qilgan yoki bitta o'zi yasab tashladi. Buni ustida 5 ta 6 ta kishi bo'lishlari. Akam, keling. Keling aka, gap yo'q. Akam hamda Comfort Tuning, Nodir aka jamoalari harakat qildi. Hamma akalarga kattakon rahmat. Ana endi ulardan tashqari boshqa viloyatlardan va boshqa ishtirokchilar Reverend Show oilasi uchun boshqa qahramonlar yasashyapti. Mana shu mashinalar tayyor bo'lyapti. Ko'ramiz, shu mashinalar ichida eng zo'ri qaysi biri bo'ladi. Albatta buni obunachilarning o'zi aniqlab beradi. Ana endi Jizzaxlik akalarni podдержка qilish vaqti keldi. Layklarni, kommentariyani ayamanglar. Ungacha bitta kuchinglarni ko'rsatib qo'yinglar. Reverend Show davom etadi. Qani qolgan ishtirokchilar mashinalar tayyormi? Haqoratini ko'rsat.